Assalomu alaykum azobilar. Mana bugünimiz Andijon viloyati Jalaquduq tumaniga o'sha 10 taron bitta vitraj olib kelganmiz. O'sha razmerga keladigan bo'lsak, hozir tanishtirib o'tamiz razmerlari bilan. Xo'sh, katta razmerlari eni 60, balandligi 1.1 buromimizdan turibdi. Xo'sh, buni razmeri 120, balandligi 1.1 buromimizdan chiqdi. Açılış ablisleri işi zor. O dışı nasıl işini yürüyüşüz. O aşırı neslerle. Bunu yine ofşi 390, balanti 250, aynı ok qora, profilleri antrazit koygan. O şatlankaları bor, yo'l sveti 08. Şu xonamizning aktorimiz bor. Xo'sh, buni eni 130, balandligi 1.1, romimizdan общий 6 ta bo'lgan. Qo'yalarni ko'rsatib o'tamiz. Xo'sh, 8 ta romimizda shatlanka bor. Ikkitasida yo'q, tashqari tarafligi uchun, orqa tarafligi uchun. Padagonliklari 30 ga komport firmasiga tegishli. Hammasida sulishli mexanizmlari bor. Ishlab turibdi, hammasi cho'tka holatda. Keyingi ramimiz. Buni ham razmeri bir. Ikkita forshamiz bor. Eni 60, balandligi 40. Buni eni 130, balandligi 1.40. Buni ham shatlankalari, suzishli mexanizmlari, padagonliklari, buni ko'rsatilgan. Ekranlarimiz ko'rsatamiz ichki tarafidan. Ular razmerini aytdim. 60 balandligi 120 ga 1.1, 60 ga 1. Ichki tarafini ko'rsatib o'tamiz. Xo'sh, ikkinchi tarafimizga o'tib oldik. Buni ham yana 60, balandligi 1.1. 120 ga 1.1. Buni kamir uni full komplektatsiyada bu akamizga общий narxi 22 million so'mga kelib o'nadi. Uni bo'lakcha chiqqanlar. Biz bilan uzoqlashmang, siz bilan zo'rlashma bo'ldi. Bundan da zo'rlar, bundan da qiziq antiqa chiqarishga harakat qilamiz.